Pul yaxshi ko'radi meni bo'lmasam ham crash. Apparatda do'ldiramiz endi garajni. Shundan joralaba bo'g'iladi kalash. Samolyot ag'aningda mamladi so'rash. Yana hozirga bolada temakada uğrash. Blashkana ko'ra normalnisini bulash. Yana yaxshi yama yaşayveradi bilar alash. Yo'qsini mana hammasi danish. Ey guldilar oxiringda menga yetdilar. Men ozgina midaladim jo'ra büyük ketdama. Yoqmaydi og'ir ko'zdan chetdama. Hammasi normal pul menda met kerak. Ozgina guringlashdik ozgina o'rab. Hozir hammani dardi bil xil dardimiz para. Sharna aylanamiz yana indim ozgina o'rab. Quyosh batarına qarab pullarni sanab. Og'zini yopadilar pullarni basaver. Pulni ortiqchasi yo'q bollarni tortaver. Vaqt setinde hammasi ozgina tortib berdi. Pulni pul topadi gittilar qo'yib berdim. Durg'anina hayron bo'lmadim yediyot. Erkek yig'lamaydi yig'lasa bu yot. Bir yaqin yerda bo'laversin inim. Sal qayt. Pul yaxshi ko'radi meni bo'lmasam ham crash. Apparatda shundan joralaba bo'g'iladi kalash. Samolyot ag'aningda mamladi so'rash. Yana hozirga bolada temakada uğrash. Blashkana ko'ra normalnisini bulash. Yana yaxshi yama yaşayveradi bilar alash. Yo'qsini mana hammasi danish. O'zgartirsak bo'lib ko'rdim ma'qul ekan o'zgarishsiz qolishi. Menga yoqib qoldi xotir hali o'tda yonishi. Yuribmizdan shuda qiyin bo'lsam yashab o'ng'ishi. Baribir bahor yaxshi yomg'ir yog'ishi. Bilib bo'lmaydi inim insonni yorini. Ko'p so'lagandan qo'rq bilmaydimi yarini. O'zing bilganingning xaridori ko'pda yorini. O'ylamaydi oxirini o'ylasam yonini. Ahvol qalay yonimda barturam mani sabab. Yaxshi emas erkakka bo'lib yashash qiyin. Osiladi jona deydi bari no name. Og'alarim Jazoir Marokko qal signal. Yaxshi yashash uchun ozgina qiynal. Bo'lsa haqiqatan xun to'plar edi Neymar. Mana boshqa tema bil hamma mehmon. Shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolaman o'tkinchi olam. Mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam. Mensimasdan qarar ko'z qirdan. Sezmay qolaman aldaydi odam. Qo'rqmaydi harom non yer hiyladan. Maqsad sotish hatto sotuvda badan. Tavba qil qo'rq Alloh taftidan. Unutma ey inson bu foniy dunyo. Bo'lma razil tushdamassan bu ro'yo. O'ylaysan hammasi yaxshi deb go'yo. Sen sabab yo haq yo nohaq bu dunyo. Tuzilgan shunaqa qora dastur. Piyodasan yo'qmi mashina ozgina pastur. Voy kasal bo'lsa doktorlar hammasi g'amxo'r. Kambag'alni joni og'ir sana batta jim tur. Ya bo'lsa bo'ldi bitta yangi iPhone. O'tdi vaqt maqsadsiz doim birga shayton. Qora jenta 3-4 so'm pul ol senga maydon. Tulki bo'ri ilon o'zi shularmi hayvon? Yo shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymat? Tan olaman ko'p narsa bog'liq pulga. Suzmayman mayli qarshi oqimga. Kechib ketdi bir chaqa deb og'ir botdi tilga. Bor bog'liq narsalar emas ko'ngilga. Aytaman bitta gapni o'sha boy zo'rlarga. Savol javob bitta joyda sen va pulga zo'rlarga. Sevganimni berishmadi do'stman qora tunlarga. Yor bilan ketdi qasri borlarga. O'ylab qolaman
o'tkinch Mol dunyoga buncha o'ch bodam Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam Yor bilan ketdi qisidan Shunchalar qimmat, shu ko'zsiz surmat Oylik, ulug' ne'mat Yo'q inson qiymat Dunyo Сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти, очі тобі зав'яжу. Telegram'dagi Hit Kavkaz kanali taqdim etadi. Оживают картины, истории, герои их. Я сижу за чашкой кофе, сочиняю стих. Временами мертвый, но чаще живее всех остальных. Не сплю темными ночами, видимо уже привык. Найдутся ли мои треки в твоих плейлистах? У меня все как обычно, все на привычных местах. Привычные слова и люди вполне привычные. Посижу часок и выдам что-нибудь личное, знаешь. А ведь я не видел тебя уже несколько лет. Может быть, у тебя теперь есть дом и семья, почему бы и нет? Иногда непрошенные являются призраки из прошлого, но для тебя я бы точно этого не хотел. Нет, родная, люди жестокие и злые, я как никто это знаю. Надеюсь, что никто тебя не обижает. Поверь, где бы я ни был, я часто тебя вспоминаю. И льщу себе тем, что тебе тоже меня иногда не хватает. Холодно, снежно, убей меня нежно. Я написал в твоем падике, за что получил лютых лещей от жирной злобной консьержки. Мне выделили ведро и тряпку, чтобы оттереть краску, но это падла засохла и нифига не оттиралась. Я тогда по-тихому свалил, разрушив прекрасную сказку про смелого принца. Жестоко обидевшись, ты очень громко ругалась, а эта надпись до сих пор осталась. Как остается то, что стереть не в силах ни время, ни старость. Как хорошее кино, к которому и возвращаться в радость. Для двух зрителей всего это практически вечный блокбастер с тупейшим концом. Но как же прикольно все начиналось. Припев. Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni. Maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan manzil sari iltadi. Vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi. Bulutlar tarqadi, mana keldi bahor, qushlar sayradi. Kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi. Kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon, chunki endi maktab xayr, katta hayotga salom. Unutilgan sinfdoshlar, hatto guruhdoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar. Va qani bolalik do'stlaring bitta xabar, biz tugadik. Yangi notanishlar sanga yaqinroq aka ukadek. Eski hayotimdan balki xayolim to'ygan bilik. Nokia'da bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misini topshirishda tan olaman kam bo'lardim. Nokia'da screenshot qilishni faqat men bilardim. Esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishib ko'rardik, darsdan qochganlarni kalta kiyishib so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishni. O'qituvchi
qushini mot qilardik. O'zaro kelishib 6-soatiga deyarli dab olmasdim. Hatto och qolganimda bufetdan qarzga non olmasdim. Sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir, kim birinchi borsa siz da'vat qilib qo'yardi kontur. Onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga interes. No balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik. Kim sigaret cheksa san tez o'lasan deb kulardik. Hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik. Vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirardik. Yaxshirog'i skameyka bizga begona divan. Anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman. Esimda kundalikni hamma yashirgan o'sha paytlar. Bitta marta topilmaguncha bir-birimizni ayblab. Bori Java, o'yin, Sefaru yo'qachga degan saytlar esimda. Ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar. Beg'bor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda, yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalarda, zvanok qutqarardi. Esimda endi ochilganida paynet butkalarda. Sevgi izhor qilishlar unutilmas ayb bo'lgandi. Ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'lgandi. Statuslar qo'yish uchun o'kiradigan sayt bo'lardi. Toki aql kirganida hamma yurak mayb bo'lgandi. Qorsiz o'tgan yangi yil deb tanimasdi. Yugurib o'tardik svetoforlar sekund sanamasdi. Qad ko'targan daraxtlarni negadir tekizlagandi. Eski yomon xabarida sanoying izlagandi. Neligini his qilgandik getada zo'rlikni. Ko'rinishi esimda sariq 50 so'mlikni. Balki hozir gapiramiz yoshlarga qaragandek. Jaloliddin Manguberdini tangadan tanigandek. Yo'qolib ketdi akon qo'shiqlar bemazadir. Agar taqqoslasam hatto gazvadalar bemazadir. Qaronani faqat oriyatonodan tinglagandik. Nimaligini biz chorniy boomerdan bilgandik. Har bir uyda bitta DVD va bitta GNP. Wi-Fi paydo bo'lganda o'qigandik Wi-Fi. Bluetoothdan narsa tashab zagruzka sekin to'lardi. Har bir domda ko'ngli ochiq rus babulalar bo'lardi. Ko'rlarda seriallar qo'ni qo'shninikida. Qish san'atasiga yaqin ayollar panikada. Balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q faqatki biz bilamiz kimligini milisyo. Telefonda ilon o'yin yutolmasdik hech ham. Bizni super qahramonimiz ko'ngli ochiq Jackie Chan. Uz otayo'l avtobuslar juda ham kam bo'lardi. Hamma ham futbolda Ronaldinho desa tan olardi. Ko'chalarda artizandan suv oqardi, ichishardik. Line operatori bilan doim o'ynashardik. Bizga tuyularmidi yoki rostdan to'q yashardik. Uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashardik. Chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik. Aqua yo Spring suvini avtoritet deb bilgandik. Avtoritet telefon 6300 bo'lgan. Bizda eng zo'r stand-up faqat Hojiboy bo'lgan. Bu kunlarim ham o'tib ketadi xuddi qoragino. Unutilamiz go'yo unutilganidek domino. Axir hayotda hech nima qilishga hali ulgurmading. Topganing bitta do'st va shu ham betadin. Va kuzatgan fasllar almashishini tomosha qilgan. Va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan. Va balki paytlar ham keladi uyg'onib erta azon. Qariganda tengdoshingni izlaganidek sarson. Biz o'sha avlod bolalikdan sirazu qarigan. Va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan. Va bizni eng sevimli o'yinimiz bekinmacho bo'lgan. Bizni bolalik valyutamiz bu nakleyka bo'lgan. Love is to'plaganidek 100 raqamini oqtarib va boshqa dvorlarga borganidik raqib oqtarib. Lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan. Megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan. Beg'bor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda, yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalarda, zvanok qutqarardi. Esimda endi ochilganida paynet butkalarda. Sevgi izhor qilishlar unutilmas ayb bo'lgandi. Ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayb bo'lgandi. Statuslar qo'yish uchun o'kiradigan sayt bo'lardi. Toki aql kirganida hamma yurak mayb bo'lgandi. So'q suv ichsam onam urardi. Dod yig'lab qochardim, jahl qilsam hamma kulardi. Bolalik zo'r bo'lardi, qilsam yugurib otam kelardi. Bir erkalab o'pardi.